Nima qilsang qil, lekin qizlarning oldida baqirma. Baraka topgur, qanaqa shafqatsiz onasan. Voy, baqirmang, baqirmang. O'zi siz kimsiz? Kimsiz? Bilmaysanmi? Men oila boshlig'iman. Agar bilsang. Boshliqmush. Boshliq bo'lsangiz, ro'zg'orni butlab qo'ying. Boshliqni mashinasi bo'ladi, uy-joyi bo'ladi. Boshliqlar xotinini tillalarga ko'mib qo'yadi. Sovuq suvga qo'lini tekkizdirmaydi. Sizda nima bor? Sizda arzimagan, sariq chaqaga arzimagan g'urur bor. Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Esingni yig'ib ol, tushundingmi? Ha? G'ururim bor. Borligiga shukr. O'rgildim o'sha g'ururingizdan. G'ururingizni boshimga uramanmi? Bolalarning kelajagi uchun pul kerak, eshityapsizmi? Pul kerak. O'chirasanmi ovozingni yoki yo'qmi? O'chirmayman. Qizlarni oldida baqirma deb necha marta aytyapman. Axir ularni ruhiyatiga ta'sir qilyapsan, tushunyapsanmi xotin? Voy, ruhiyatmush. Siz ruhshunossiz. Odobdan dars berasiz, a? Siz ruhshunossiz. Bo'ldi, o'chir ovozingni. Yo'q, o'chirmayman. O'chir